Men sizlarga hozir obzor qilib bermoqchi bo'lgan narsam bo'yalgan sochlar uchun shunaqa idealni tushadigan maska. Bu maskani sochinglarni polni yuvib bo'lganinglardan keyin quritishdan oldin yoki ukladka qilishdan oldin sochingizga surasizlar. Sochinglar mana bunaqa yomon, jonsiz bo'lib qolgan bo'lsa, chunki surganinglardan keyin mana bu holatga olib kelib qo'yadi. Chunki bu professional maska. Bu maskaning yaxshi tarafi shundaki, agar sochinglar uchi gullagan, qurib ketgan, jonsiz, singan bo'lsa, bu maska termozashitalik sochinglar jonlanishiga, ya'ni gullab ketmasligini oldini olishga yordam beradi. Men sizlarga hozir buni ko'rsataman. Mana buni qaranglar. Qanaqa quyuq. Вообще zo'r. Sochinglar ozgina nam bo'lganda yoki ho'l paytida sochinglarni uchiga surasizlar. Sochinglar uchiga surganlardan keyin fenda ozgina quritib yuborasizlar. Sochimni quritib bo'ldim. Ko'rasizlar, xuddi quritganimizda qanaqa tekis bo'lyapti. Uchini qaranglar. Uchi unaqa yog'li ham emas. Hidi shunaqa shirin, chunki bu parfyumli bo'lgani uchun hidi shunaqa shirin, ishoninglar.